Assalomu alaykum aziz obunachilar, hammalaringni yomg'irli dam olish, salqin soya havolar bilan hammalaringni qutlayman. Bir masjidga kirib qoldim. Bu qayerda joylashgan? Topganlarga like. Ko'ringlar. Mana hozir ikki nimali ekan, mana bu yerda devori bor ekan. Qandillar chiroyli joylashgan masjid ekan mana. Obunachilarga ilingim keldi, xudo xolasa. Like, comment yozishni unutmanglar. Chiroyli joylarda yoritib boraman, xudo xolasa. Bu mana oyoq tayyorlar qo'yadigan joylar. Mana bu tashqi ko'rinishlar. Zeleni maydonlari. Topganlar kommentga yozishni unutmanglar.